Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Bandixon tuman Ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv guruhi xodimlari tomonidan tovlamachilik bilan bog'liq jinoiy holat fosh etildi. Bandixon tumanida yashovchi jabrlanuvchi fuqaroning arizasiga ko'ra gumonlanuvchi shaxs jabrlanuvchining shaxsiga oid ma'lumotlar va video tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslik evaziga undan tovlamachilik bilan 5 million so'm pullarni talab qilgan. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida gumondor 1989-yilda Bandixon tumanida tug'ilgan shaxs ekani ma'lum bo'ldi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida tovlamachi talab qilgan pullardan dastlab 1,5 million so'm miqdordagi pullarni olayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan gumondorga nisbatan Bandixon tuman Ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq holatlarda ehtiyotkor bo'ling. Tovlamachilikka duch kelsangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qiling.